İkinci bölüm 12. kısım. Soğuk Bilezik. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grup tayyorlagan hicret tarihlerinden Soğuk Bilezik namlıq eserini anlatışını başlayımız. Men buraderler bilen məslihətlişib, 3 qatarını azlat qılıb oldu ikən şunda qılaylı deyişdik. Biz pulның ornida qəhvə tizimletib berdigan bolduq. Endi bizning to'rt o'qiydigan ishimiz 3 qatar edi. Bizning ishimiz 11 bilan tugaydi. Ba'zi kunlari Muhammed akamga sizlar aram ilvalsizlar deb Umar bilan ikkimiz Muhammed akamning to'rini to'qiydik. Bekar bo'lsak masjid deydigan o'rinda imonlashib mo'nglishatdik. Qur'on o'qiydik yoki uxlaydik. Turma hayoti mush shaklda davomlashyapti. Endi Soğuk Bilezikning avtori Ali bilan Abdusamadga inglizcha o'rgatish uchun material bilan ta'minlab bilganlarini o'rgatdi. Qachon bizni yo'qlab kelsa, ma'naviyatimizni kuchlantiradigan gaplarni qilib nasihat qiladi. Qiziqarli gaplar bilan bizni xushal qilib ketadi. Shunda qilib necha hit namozni birga o'qidik. Namozdan keyin bir-birimiz bilan quchoqlashib, hitimizni tabrikladik. Hit namoz tugagandan keyin Abdur qarindishimiz o'zining kameraga berib, kiyimlarini almashtirib, hitlik uchun eng yaxshi narsalarni setib olib bizning yonimizga keladi. Bizmi hit uchun setib olgan narsalarimizni elib kelib, hitimizni alayda kutib olatdik. Dasturxonga har xil yemekliklar tiziladi. Hitlik dasturxonimizga qarab, boshqalarni hayron qiladi. Biz hitni mushundoq mo'lchilik bilan o'tkazdik. Abdur qarindishimizga 1 yil 9 oy yoki uningdan ozroq uy kesilgandek esimda. U qarindishimiz toki turmadan chiqib ketguncha bizni tashlab o'tmay yo'qlab turdi. Biz bu qarindishimizdan ko'p minnatdor. Bu qarindishimiz turma hayotini ahamiyatli ishlarga sarf qilgan edi. Esimda qilishcha u qarindishimiz bizdan 10-20 kun burun turmadan chiqib ketdi. O qarindishimiz turmadan chiqib ketishga oz qolganda, sizlar turmadan chiqqandan keyin meni izlanglar deb Turkiyaning nomerini bizga deb berib, shu kuni Soğuk Bilezikning Abduri qarindishimiz turmadan chiqib ketdi. 10 necha kundan keyin bizning ismlarimizni chaqirib, bizning turmadan chiqib ketganligimizni aytdi. Biz nihoyat xushal bo'lib, narsa keraklarimizni yig'ishtirib tayyor bo'ldik. Bizni turmadan ilish uchun yaqin atrofdagi soqchixonadan soqchilar kelgan ekan. Ular bizni imzo qo'ydirib soqchixonaga keldi. Abdur qarindishimizning zerakligiga yana bir qitim qoyil bo'lmay turolmadim. Chunki u bizdan burun bu soqchixonada bir necha kun turish jarayonida bizning bu yerga kelganligimizni bilib, qarindoshlarim jafo tortib qolmasin deb qibla tarafdagi tomga belgi qilib ko'rsatib qo'yibdi. Maşallah. Hem o'zining bu soqchixonada turganligini yezib qo'yibdi. Bu soqchixonaga Abdur qarindishimiz bilan birga turgan bir odam u qarindishimizni yo'tkab ketganligini dedi. Shuning bilan biz heliq nomerga telefon qilish uchun telefon izladik. Ta'limimizga kichik telefondan birini topdik. Biz o qarindishimiz deb bergan nomerga telefon qildik. Telefonni bir odam oldi. Abdur qarindishimizni so'rasak, soqchixonadagi vaqtida telefon qilganligini, u odamga Abdur qarindishimizning deb berishcha, Abdur qarindishimizni shahar markazidagi soqchixonaga yo'tkaydiganligini, hozir aloqa qilmagan bir necha kun bo'lganligini, o'zini muqim telefon yo'qligini dedi. Bu mening bu qarindishimga deydigan yurak so'zim. Men sizning Soğuk Bilezik nomli aseringizni o'qib, rost shunday ishlar bo'lganmidi deb o'ylab qolaman. Lekin hammasi siz beshingizdan o'tkazgan ishlar. Buni men boshqalardan anglagan. Demak, qadrdon Jonijon aka, inson bu hayotda har xil sinoqlarga uchraydi ekan. Ya'ni Alloh taolo har inson iymoniga kuchli sinaydi ekan. İnson shu sinoq imtihonlarga bardoshlik berib, haqda sabit turib, mangulik baxt bo'lgan jannatga erishadi ekan. Yoki shu sinoq imtihonlardan o'talmay, mangulik hasrat qoladi ekan. Sizni Alloh ko'p sinoqlarga duchor qilibdi. Yaxshi ko'rganlaringizdan ayirib sinabdi. Siz va bizning qanchalik umrimiz bor, bu bizga noma'lum. Buningdan keyingi hayotingizda uchraydigan imtihonlardan salomat o'tishingiz uchun o'zingizda texmi mazmut, mustahkam iymoniy quvvat hozirlab, Bilal, Suhayb radhiyallohu anhumalardek boshqalarga yaxshi ulgu bo'ling. Alloh sizga ilm, hikmat, aql, farosat bersin. Barcha mushkulotlaringizni ulug' Rabbim yo'q qilib bersin. Bu hayotda ayrilgan kishilaringizdan yaxshi bo'lgan kishilarni sizga uchrashtirsin. Sizga ulug' Rabbim nima bersa eng yaxshisini bersin. Amin. Aka, sizga yurak so'zlarimni desam tugamaydi. Lekin mush yerda to'xtatishni qaror qildim. Men bu so'zlarimda sizni xafa qilgan bo'lsam kechirim so'rayman. So'zimizga kelsak, biz bu soqchixonaga kelgandan keyin hammamiz bir yerga kelib, oramizdagi bulbuldek chiroyli ovozi bor Bilal qarimga Yosin surasini o'qishni aytdik. Qarim surasini o'qib tugatgandan keyin biz duoga qo'l ko'tarib, Allohdan ishlarimizni oson qilishini so'radik.
Duadan keyin Abdusamat birodar turmadagi vaqtida xarajat qilib ochgan pulni yanchiqidan chiqarib, bu pullarni 7 ga bo'lib taqsim qilaylik dedi. Va navoda turmaga borg'uchi qechish fursati bo'lib qolsa, bu pulni chiqim qilib Malayziyaga qechib ketaylik deb pulni 7 kishiga taqsim qilib berdi. Alloh bu qarindishimizdan rozi bo'lsin. Shu chiqim qilgan puliga natijasi mukofot bersin. Amin. Biz soqchixonaga kelganda Heyitga oz qolgan edi. Heyitni qandoq o'tkazamiz deb o'ylaydik. Turmada billi yotgan, bizdan burun turmadan chiqib ketgan bir tonishimga telefon qilib, biz hozir turmaga yaqin joydagi soqchixonada shu yerga keling dedim. U tonishim kelgandan keyin uningga pul berib, yemak-ichmak va bir tal telefon aklib bering dedi. Lekin soqchilar telefonga ruxsat qilmadi. U tonishimiz bakchiq narsalarni aklib berdi. Allohning rahmati bilan Heyitni yaxshi o'tkazdik. Gerçi biz zalimlarning changili bo'lsaqmi, bizni xor qilmagan Allohga cheksiz shukrlar bo'lsin. Heyitning 2-3 kuni bizni boshqa soqchixonaga yo'tkidi. Biz bir tal kichik telefonga erishdik va bir Uyg'ur bilan aloqalashib, biz hozir turmadan chiqdik, soqchixonada turyapmiz. Bizning millatdan bo'lamdi yoki boshqa millatdan bo'lamdi, bizni Malayziyaga olib qo'ydigan odam o'rinlashtirib berishni aytdik. Lekin u hozir hech kim sizlarning ishinglarni qilishga jur'at qilolmaydi. Sizlar bir amal qilib Malayziyaga berib bo'lib meni izdanglar. Qolgan ishni o'zim o'rinlashtiray dedi. U vaqtda bizda boshqa aloqa qilgudek odam bo'lmag'achqa biz amal qilolmadik. Ham qachonmadik. Soqchixonada 1-2 kun turgandan keyin ko'chmanlar idorasiga yo'tkivatdi. Ko'chmanlar qamoqxonalarda 6 oy turgandan keyin hozir turayotgan o'ringa keldi. Oxirida Abdusamat birodarga yana takror rahmat aytaman. Chunki 4000 dollar pulni parchalatgandan keyin qaysimizning ko'ngli nimani xolis shuni ilib berdi. Biror qaytamma bizni boshqalar oldida bo'yin qisildirib qo'ymadi. Turmadan chiqqandan keyinmi oshgan pulni tang bo'lib berdi. Biz soqchixonaga kelgandan keyin qarz bo'lib qolgan 1000 dollar pulni ishlab uzib, bizni qarzdan qutuldirib qo'ydi. Alloh sizdan rozi bo'lsin qarindishim. Alloh eng katta mukofot bilan mukofotlasin. Amin. Oxirida demoqchi bo'lgan so'zim shuki, kunlarning birida mush 7 qarindishimdan qaysinglar bu voqelikni o'quninglarda agar xato ketgan yerlarim bo'lsa, meni to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Men xatolikdan saqlanish uchun butun zehnimni sarf qilib yozgan bo'lsam-mo, turim hayotidagi voqeliklar to'liq esimni qolmabdi. Asliyaligalarimning hammani yozdim. Kam qilib tushirib qo'ygan va yoki ziyoda qo'shib qo'ygan yerlarim bo'lsa kechirim so'rayman. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Amin. Deb u o'zlarining ahvolini deb berdi. Endi men va mendan boshqa 5 qarindishimning qechish ishlarini so'zlab beray. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat.